Bir Abrams va 90 tanklarini taqqoslash uchun quyidagi parametrlarni ko'rib chiqamiz. Texnik xususiyatlar, sotib olgan davlatlar, soni, 100 kimga yoqilgi sarfi, narxi, ogirligi, zirhli himoya tizimlari, o'q otish tizimi, daqiqada o'q otish tezligi va qo'lda yoki avtomatik o'qlanishi. Quyida har bir jihat bo'yicha to'liq ma'lumot beraman. 1. Texnik xususiyatlarning umumiy taqqosi. 1 Abrams, AQShning 3-avlod asosiy jangovar tanki bo'lib, General Dynamics Land Systems tomonidan ishlab chiqilgan. Birinchi marta 1980 yilda xizmatga qo'yilgan. Hozirgi asosiy versiyasi 1A2 90. Rossiyaning zamonaviy asosiy jangovar tanki, 90 seriyasining eng yangilangan modeli. Uralvagonzavod tomonidan ishlab chiqilgan, 2010 yillarning oxirida takomillashtirilgan. 2. Sotib olgan davlatlar va soni. 1 Abrams, AQSh 8, M1, M1A1, M1A2 va SEP3 versiyalari umumiy hisobda. Avstraliya 75 dan 1A2 SEP3 2021 yilda tasdiqlangan. Polsha 250 dan 1A2 SEP3 2022 yilda tasdiqlangan. 116 dan 1A1 eski AQSh zaxirasidan. Ukraina 31 dan 1A2 2023 yilda AQSh tomonidan va'da qilingan. Tayvan 108 dan 1A2 2019 yilda buyurtma qilingan. 2024 yilda 38 tasi yetkazib berilgan. Misr 130 dan 1A1 AQShda ishlab chiqarilgan va Misrda yigilgan. Saudiya Arabistoni 373 dan 1A2 va variantlar. Kuvayt 218 dan 1A2. Iroq 140 dan 1A1. 90. Rossiya, taxminan 150 ta 90. 2025 yil holatiga ko'ra Rossiya armiyasida faol modernizatsiya jarayoni davom etmoqda. Umumiy 90 seriyasi 1. Hindiston 600 ta 90 sipuqshma. 90 mi emas, lekin 90 ning eksport varianti, mahalliy ishlab chiqarish bilan. Jazoir 500 ta 90 sa, 90 mi emas, lekin yaqin model. O'zbekiston 15 ta 90, aniq son noma'lum, kichik miqdorda sotib olingan. Eslatma, 90 asosan Rossiya ichki bozori uchun ishlab chiqarilgan, eksportga hali